Pipi. Bo'ldimi? Siz pipoqmi? Assalomu alaykum Jalizi brend obunachilari. Biz hozirda Namangan viloyati Norin tumaniga kelganmiz. Bu yerda naqd 10 ta xonasiga parda va jalizilar o'rnatib berganmiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, obuna bo'lib, kommentariy yozsanglar, biz ajoyib videolar chiqarishda davom etamiz. Mana shu yerda chiqish bilan ikkita xona yonma-yon kiramiz birinchisiga va ko'rib turganingizdek juda ham ajoyib, chiroyli, shinam xonadon. Hattoki mana so'zi shunaqa issiq bo'lyapti, konditsionerlarigacha bor. Eng yoqimli narsaga aylandi. Oldin chidaverardik, borgan sari hech kim chidolmay qolyapti. Hamma uyda hozir konditsioner bor. Pardaga e'tibor beramiz, chalg'imimiz, xullas pardalarimiz Attachento materialida juda ham chiroyli, sifatli. Bilasizlar, o'zimni onajonim qo'llari bilan tikadi. Har bitta choki, bo'ylari har biriga ahamiyat beradi. Xo'p, tullariga e'tibor beringlar. Bir-biriga moslaganmiz, uyg'unlashtirganmiz. Zashnilari hamma yo'q, karniz. Plus gap bo'lishi mumkin emas. Hamma o'zini narsasini maqtaganda, men ham o'zimni narsamni maqtashda davom etaman. Endi keyingi xonaga. Xo'p, keyingi xonamiz ixchamgina yana bir mehmonxona. Bu yer kelin uchun atalgan narigi qaynonani mehmonxonasi edi. Va qaranglar qanaqa stilni. Juda ham chiroyli kegizib qo'yilgan. Materialdagi zarlarini qaranglar, to'kilmaydigan, yuvib ishlatadigan, mato juda ham yengil. Erinmasdan yuvib, maza qilib xizmat qiladigan. Tullarini ham moslab qo'yganmiz. Har bir narsasiga o'zimiz ahamiyat berib ketmay qolgan material emas. Aksincha, endi modaga kirib turgan materiallar qo'yib beramiz. Shuni hisobiga bizning klientlarimiz hamisha qo'llab-quvvatlaydi. Endi boshqa taraflar. Bu yerga ham ilib berganmiz. Kombo jalizilarimizni ko'rib turganingizdek, Attachento haqiqiy zo'r qilib ishlab qo'yishdi ustalar. Va biz ham bunga birga bir qilib moslab, qaymoq rangdan qo'yib berdik. Bu yer rom qismligi uchun hop, qorong'i bo'lib ketmasin dedik. Svet o'chish holatlari bo'ladi baribir. Shularni o'ylagan holda mana umumiy ko'rinishini ko'ringlar. Qanaqa chiroyli. Endi esa kelinimizni yotoqxonasi hali to'y bo'lmagan. Kuzga xudo xolasa. Xo'p, bu beryoziviy rangdan foydalanganmiz. Sal boshqacharoq rang seriyaga beryoziviy qilganmiz. Juda ham yarashgan. Nejniy turadi. Endi keyingi taraflar. Bular esa shu taraflari qoldi. Bu tarafimizni mehmonxonadan keyin, yotoqxonadan keyin, xo'p, romlardan keyin ayollarning sevimli joyi oshxona. Oshxonaga eshigiga pliza jalizilarimiz qo'yib berganmiz. Issiq juda ham hozir. Lekin shu issiqda ham zo'r qilib to'sib beradi, yangidek turadi. Xohlasa 10 yil, 15 yil xizmat qiladi. Matolarimiz juda ham sifatli. Endi keyingi xona. Bu ham bir yotoqxona, qizlar yotoqxonasi. Endi remontdan chiqqani uchun hali to'liq bitmagan holatlar. Xo'p, qaranglar qanaqa chiroyli, zarli, yoqimli ranglardan foydalanadi. Qoraga oq seri, ham kumush zar. Juda ham sifatli jalizilar. Bu yer esa bir oshiqcha narsalarni olib kirib, mana bu arkasida to'shaklari bor. Yechimini qaranglar qanaqa zo'r qilib berganmiz. Shunday ochadi. Relesni shunday yopdi. Hech qanaqa haligi tushib ketish, boshqa narsa bo'lmaydi. Material sifatli, arzonchi materialdan hisobladik, keyin qimmatrog'idan qilib berdik xaridorimiz uchun. Mana qaranglar, ochilishini shunday ochiladi. Mana shu yerga oldingi eski to'shak, eski sandiq, mana hammaning uyida bo'ladi hozirgacha. Shularni to'sib qo'yib, yana bitta yopib qo'ysa, bo'ldi. Masala hal. Uzilib ketmaydi. Endi keyingi xona. Va oxirgi xonamizga ham kirdik. Bu yerga ham kombo jalizilarimizni ilib berganmiz. Bu yerga ham zarli jalizilardan foydalanganmiz. Naqshli hamda attachentoli. Hurmatli xaridorlar, sizlarga ham ma'qul kelyapti deb o'ylayman. Qo'llab-quvvatlab tursanglar,
Shunaqangi har bitta borgan joyimizga qo'ldan kelgancha syomkalar qilib ko'rsatamiz. Xudo xolasa biz Namangandagi ishlarimizni yakunladik. Biz ishlarimiz vodiy bo'ylab shahar va tumanlariga, hattoki Toshkent shahrigacha. Agarda sizlarga ham ma'qul kelgan bo'lsa, sizlarga ham parda yoki jalyuzilar kerak bo'lsa, ishlab chiqaruvchidan foydali takliflar.